Assalomu alaykum hammaga, aziz vatandoshlar, yurtdoshlar. Xo'p, bir qiziq voqea bo'ldi bugun. Ozgina dilni xira qiladigan. Shunga men haqmanmi, haq emasmanmi shunlarni bir bilmoqchi edim. Biladiganlar bo'lsa albatta. Xo'p, kecha 21-dekabr kuni kechqurunda bir gay akamiz to'xtatdi-da, Texas Motorsga o'tib ketibdi dedi. Xo'p, tonirovkalar to'langan, qolgan hammasi dokumentlari joyida xullas. Bitta Texas Motorsga o'tib ketdi, iltimos qildik. Alloh rozi bo'lsin, qo'yib yuborishdi. Ertadan qolmasdan qilib oling Texas Motors. Xo'p dedim, Toshkentdamiz. Ertaman turib shuna Texas Motors topib borib, Toshkentda bir 20 kundan beri yuribmiz. Endi undan so'rab yurib topib bordik endi. Borganimizda xullas nomerimiz 60 partiyada, Andijonda. Ko'rdi-da, akamiz xullas Texas Motor qilish kerak aka desam, xo'p dedi. Keyin gaz akti ham o'tib ketib qolibdi dedi. Xo'p, necha pul bo'ladi aka xizmat hammasi desam, 420 ming dedi. Voy-vo dedim. Sal arzonroq iloji yo'qmi aka desam, 400 ming bo'ladi dedi. Keyin to'xtab turib, xo'p dedim, to'xtang dedim. Asakaylar biladi. Bir opa bor. O'sha opa nomeri Xudoga shukr bor ekan. Telefon qildim, opa, shunaqa Texas Motor o'tib ketgan, gaz narxi qanaqa bo'lyapti? To'g'risi anchadan beri ishim tushgan yo'q edi desam, narxi dedi 70 ming so'm Texas Motor, 50 ming so'm gaz akti. Xullas, proverkasi bilan xullas dedi. Xullas 120 ming, 170 mingga tushyapti. Oho dedim, shu yerda noinsoblik qildimi bu akamiz yoki bu akamiz haqmi? Shuni bilmoqchi edim. Toshkentda rostdan ham shunaqa narxmi? Bir ish tushib qildirganlar bo'lsa bir kommentga yozib, siz zriya xafa bo'libsiz, o'zi narx shunaqa deb qo'yinglar, что men ichimni etimni yeb yurmasdan. Shunaqa gapda hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Hozir qimmatli vaqtinglarni behudaga olganim uchun ming bor uzr. Obuna bo'lib, podpiska bosib qo'yishdan esdan chiqarmanglar. Rahmat kattadan.